Siz yaxshi yashashingiz uchun top 10 maslahat. Bugun siz bilan oddiy ko'ringan, lekin hayotni tubdan o'zgartiradigan 10 ta muhim masala haqida gaplashamiz. Bu maslahatlar boy bo'lish uchun emas, to'g'ri yashash uchun. Birinchi maslahat: niyatingizni to'g'rilang. Har bir ish niyat bilan boshlanadi. Niyat noto'g'ri bo'lsa, natija ham og'ir bo'ladi. O'zingizdan so'rang, men buni nima uchun qilyapman? Ikkinchi maslahat: halolni asos qiling. Halol yo'l sekin bo'lishi mumkin, lekin u tinch bo'ladi. Harom yo'l tez ko'rinadi, lekin oxiri og'ir bo'ladi. Tinch uyqu eng katta boylik. Uchinchi maslahat: vaqtingizni hurmat qiling. Vaqt puldan qimmat. Pul yo'qolsa topiladi, vaqt ketdimi qaytmaydi. Telefonni emas, hayotingizni tekshiring. To'rtinchi maslahat: tilingizni nazorat qiling. Bir og'iz so'z do'st orttirish ham mumkin, dushman ham. Gapirishdan oldin o'ylang. Jim qolish ko'pincha donolikdir. Beshinchi maslahat: ota-onani rozi qiling. Ota-ona roziligi baraka eshigi. Ularning duosi yo'ldan adashtirmaydi. Qari bo'lishsa ham, gaplari og'ir tuyulsa ham hurmatini kamaytirmang. Oltinchi maslahat: sabrni o'rganing. Hammasi darrov bo'lavermaydi. Ba'zi eshiklar vaqt bilan ochiladi. Sabr qilgan inson yutqazmaydi, u pishib yetiladi. Yettinchi maslahat: kibrdan yiroq bo'ling. Kibr insonni sindirmay turib yiqitadi. Oddiy bo'ling. Oddiylik kuchsizlik emas, yetuklikdir. Sakkizinchi maslahat: yaxshi odamlarni tanlang. Atrofingiz kelajagingiz. Kim bilan o'tirib tursangiz, shunga o'xshab borasiz. Sizni yomonlikka tortadigan emas, yaxshilikka undaydigan odamlar bilan bo'ling. To'qqizinchi maslahat: shukrni unutmang. Boriga shukr qilgan inson ko'proqni ko'radi. Yo'qni o'ylagan inson borini ham yo'qotadi. Bugun sog' bo'lsangiz, bu katta ne'mat. 10-chi maslahat: o'zingizni tuzatishni boshlang. Dunyoni o'zgartira olmasligingiz mumkin, ammo o'zingizni o'zgartira olasiz. Har kuni biroz yaxshiroq bo'ling. Mana shu yaxshi yashashni siri. Agar bu 10 maslahatdan hech bo'lmaganda bittasi sizga foydali bo'lgan bo'lsa, demak bu video bekorga chiqmagan. Agar hayotingizni tinchroq, ongliroq va to'g'riroq yashashni istasangiz, shu yo'lda doimiy eslatmalar va foydali videolar kerak bo'lsa, Qur'on Hudda kanaliga obuna bo'ling. Bu yerda shov-shuv emas, majburlash emas, faqat o'ylantiradigan, uyg'otadigan va foydali mavzular. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing. Fikringiz bo'lsa izohda yozib qoldiring va foydali deb bilgan insonlar bilan ulashing. Qur'on Hudda qalblarga yo'l topadigan kanal.